Bir sotiga $4,900 sotilayotgan uchastkamizni joylashgan joyi. Juma bozori metan zapravkani shundoq oldidagi ko'chadan, asfalt ko'chadan 500 metr chiqsangiz 12 sotikli uchastkamiz turibdi. Daraxtlarni kattaligini ko'ryapsizlarmi mana? Katta daraxtlar. Bu yerda normalniy soya bo'ladi. Ko'chamiz asfalt. Ikki tarafda ariqda suv bor. 500 metr zapravkani oldidan kirib kelamiz. Mana shundoq ko'chadan kirdik. Mana shu teraklarning tagi 12 sotikli joyimiz. Uchastkamizning narigi boshida ariqda latokda suv keladi. Shunday yo'naltirib olsangiz bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Atrof hamma joy daraxtlar yashnab turibdi. Bu havo zo'rligidan dalolat. Mana shu chegara mana shundoq keladi. Narigi boshi. Mana bu qizil mana qo'shnini devorini ko'rayotgan bo'lsangiz, shu chegara bo'ladi. Bu yoqda mana bu shlaka bloklar, mana zaborlar chegara. Joyimiz 12 sotikli joy. Gaz, svet, suv bu mahallada zo'r. Gaz o'chmaydi qishda ham. Ko'rib turibsizlar, uchastkamiz shunaqa zo'r joyga joylashgan, lokatsiyalari ham zo'r. Kimda kim shunaqa arzon $4,900 dan bir sotikli joy qidirgan odamlar bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.